Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi? Yana bugun ko'rishib turibmiz. Alloh xohishi bilan sizlar bilan barcha bemorlar diqqatiga odamda nima uchun bug'un kasali tuzalmaydi? Mana shu xususida ozgina gaplashamiz. Imkon qadar qisqaroq qilib dehqonchasiga tushuntiraman, tiniq tushunishliklaring uchun. Insonda nima uchun bug'uni oyog'i, qo'li, beli, umurtqasi, bo'yni qaysi bug'imi bo'lsa bug'imi og'riydi. Poliartrit deydi, yana boshqa revmatizm deydi. Nima uchun shunaqangi? Shu kasalda nima uchun odamlar chiqib ketolmayapti? Mana shu xususida ozgina fikrlashmoqchimiz. Insonda har bitta kasallik kelib chiqish sabablarini topib davolanmasa, odamdagi kasallik tuzalmaydi. Chunki har bitta narsani sababi bo'ladi. Xo'p, endi bug'un og'rig'i qanday kelib chiqadi? Insonda qanday kasallikka yo'liqadi inson? Xo'p, endi shunday narsaki, inson o'zini yashaydigan hududida, uyida, uy muhitida insonda his qilish a'zolaridan birortasi xonadonida oila a'zolaridan birontasini harakati yoki farzandi yo nevarasi yoki boshqa biron narsadan inson yaxshi qoniqmasa, xohish istaklari qonib yashamaydigan bo'lsa, yo ovqati yo kulishi yo yurishi yo boshqasi, yoki bo'lmasa inson ko'proq asabiylashib yurgan bo'lsa, yoki inson ko'proq tushkunlik holatda yashab yurgan bo'lsa, yoki kimdandir xafa bo'lgan bo'lsa, kimdandir yaqinlab urushib qolganda necha yillar oldin ba'zi bir insonlar borda 25 yil bo'ldi mana shunga haligacha o'sha odamdan rozi emasman deydi. Yo mana 30 yil bo'lib ketdi o'shanga hech esimdan chiqmaydi. Ana shu odam shunaqa qilgan edi. Mana yetimda turibdi deydi. Mana shunga o'xshagan narsalarda inson o'zi yuk qilib ko'tarib yashaydigan bo'lsa, ana shu insonlarda ichki a'zolaridagi harakat qiladigan har bitta qon tomirlari torayadi. Qon qo'yilib ketadi insonda. Shuning uchun insonda qon qo'yilgandan keyin, chunki inson tashqi muhiti bilan o'zini tanasini tashqi ko'rinishi bilan ichki ko'rinishi bir xilda ishlaydi. Agar inson xafa bo'lsa o'zidan o'zi yoki tushkunlik holatiga tushib yurgan bo'lsa yoki birantasidan norozi bo'lsa, o'sha ichki a'zolari ham xuddi shu singari ishlashni boshlaydi. Agar inson shu holatda yashab yurgan bo'lsa, qoni qo'yiladi birinchi o'rinda. Qon qo'yilganda qon tomirlar torayadi. Qon tomirlar toraygandan keyin ana shu bo'g'imlarga qon orqali oziqalar yaxshi yetib bormaydi. Qo'limizni ishlatsak og'riydi, oyog'imizni ishlatsak og'riydi, bo'ynimizni qiyshaytirib olamiz, belimiz ushab qoladi. Bu narsalar o'zidan o'zi bo'lmayapti u. Nima uchun bunaqa belgi beryapti deyilsa, shunday narsaki, odamda har bitta a'zolari odamga signal beradi. Qayerga oziqa yetmaydigan bo'lsa, chizingiz og'riyaptimi? Chizingiz og'rib, "O'y odam, menga oziqa kelmayapti, meni qornim och" degan belgi u og'riqlar. Belingizdagi og'riqlar, qo'lda og'rig'i, boshda og'riqlari, har bitta bo'g'indagi og'riqlar belgi hisoblanadi. Endi biz uni qanaqa yo'qotamiz uni deyilsa, biz o'sha yashaydigan uy hududimizdagi muhitimizdan biz salbiy ta'sirlardan o'zimizga ta'sirlanmasligimiz kerak-da. Asabiylashmasligimiz kerak. Ko'proq o'zimizni qalbimizni xotirjam qilishga harakat qilib yashashimiz kerak. 20 yil urushib qolgan bitta do'stingiz bo'lsa, ya yaqinlaringiz bo'lsa, o'shani mahkam ushlab qalbimizni tubiga tugib ushlab yursak, bu davomiy og'riq ketmaydi bizda, yuraveradi o'sha og'riq. Chunki ana shu bir-biriga bog'langan bo'ladi bu narsalar. Qachon biz ana shunaqangi kasalga yo'liqqan bo'lsak, endi nima qilamiz biz uni? Ana shu kasaldan chiqib ketishlik uchun oldin o'zimizni fikrlarimizni to'g'rilasak, asabiylashmasak, yashaydigan hududimizdan norozi bo'lmasak, urushib qolgan odamimizni
qalbimizdan kechirib yubormasak, bu narsa kasallik davom etib yuraveradi. Shuning uchun barcha do'stlar, bemorlar kimda shunaqa bug'unda og'riq bo'layotgan bo'lsa, o'rtqasida, belida kimdan xafa bo'lsangiz kechiring. O'zingiz o'sha odamni o'zi biladi. Kechirib yuboring, qalbingiz xotirjam bo'ladi, yengil bo'lasiz. Uyingizdagi muhitdan boricha rozi bo'lishga harakat qilib yashang. Keyin kimdir yoqmaydigan bo'lsa, o'sha yoqmaydigan harakatlarni o'zingizga olmang. U ham inson o'zicha yaxshi to'g'ri yashayapti. Bizni fikrlarimiz buzib yuborganimizni o'zimiz bilmaymiz. Nima uchun buni singlimiz yo ukamiz yoki farzandimiz biz xohlagandaqa yashash kerak uyning ichida. Ya hovlida, yashaydigan hududimizda. U o'zi to'g'ri yashayapti o'zicha. Uni xarakteri shunaqa, gapirish shunaqa, yotish turish shunaqa. Shuning uchun biz muhitdan ta'sirlanmasdan imkon qadar kulsak, qalbimizni ochsak, hop, bizdagi qonimiz suyuladi, qon tomirlarimiz kengayadi. Ertalab kechqurun yurishni harakatini qilish kerak, yurishni yo'lga qo'yish kerak. Ovqatdan 1 soat oldin dog' suv ichinglar. Dog' suv ichib turish kerak ovqatdan 1 soat oldin. Imkon boricha kuling, ertalab chuqur nafas oling. Havo ertalab vaqtli turib chuqur nafas olib chiqarish kerak. Ana shuni yo'lga qo'yinglar. Ilojini boricha yurishga harakat qilinglar. Qaytingiz og'riydigan bo'lsa, men tuzuk bo'lyapman, yaxshi bo'lyapman deb ongingizga ayting, ongingiz buyruq beradi, o'sha kasallangan joyingiz tuzaladi sekin-astalik bilan. Dori o'kilsiz tuzatvorsa bo'ladi, insonni o'ziga bog'liq. Yo'q, mana shu yerda yemirgan, shu doktor bunaqa degan, unaqa degan, o'kilolmasam bo'lmaydi deb shunaqa do'rsak o'zimizga o'zimiz, ongimiz xo'jayin shunaqa deyapti deydi, o'sha yerda og'rig'ini ushlab turaveradi, qo'yib yubormaydi. Dal shu odamlar o'lib ketyapti shunday og'riqlar bilan-da. Shuning uchun tanamiz bizga omonat. O'zimiz kasal qilib oldikmi, o'zimiz tuzatishimiz kerak. Tashqaridan bizni kasal qilib qo'ymaydi. Tashqaridan birortasi bizni kasalimizni tanamizni olib tashamaydi. Shuning uchun barcha do'stlar, Alloh shifo bersin, harakat qiling, turing, harakat qiling. Vaqtimiz qisqaroq, Alloh nasib qilsa ko'rishamiz. Mana adreslarimiz yozilgan. Mana tiniq tushunmasalaring telefon qilinglar, bog'laninglar. Biz batafsil tushuntirib beramiz. Uy sharoitida qilasizlar, kasaldan chiqib ketasizlar. Barcha qilinadigan mashg'ulotlar bor, ularni ham tushuntirib beramiz. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, Alloh panohiga.